بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz mehmonlar, xonadonga xush kelibsizlar. Bugun xonadon egalari qudalar bilan birgalashib, aka-ukalar, amakilar, hamma qavm qarindoshlar to'planishdi. Bir nevaraga aqiqa sababidan bir dasturxon yozib, jonliqlar so'yib, qo'lidan kelganicha xalqdan bir duo olmoqchilar. Mavludi sharif o'qitib, salovat salomlar yuborib, shu xonadonda o'tmishda o'tgan ota-onalari, qiblagohlar, volida sharifalar hammalarini bir eslanglar. O'tgan farzandlarni eslanglar, kelinlarni eslanglar, bir duo qilinglar degan maqsadda shuncha mehmonni xonadoniga chaqirdilar. Alloh taolo qilayotgan ihsonlarini qabul qilsin. O'tganlarini Xudoyim rahmatiga musharraf qilsin. Joylarini Xudoyim jannatlardan qilsin. Bu nevaramiz umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Kelajakda manfaati keng, barakali farzandlardan bo'lsin. Xudolarni xudochiligini Xudoyim ziyoda qilsin, ming yilchilik qilsin. Xalqimizning duolari bor. Shu xonadonda bugun aytiladigan salovat salomlarni hammamizdan qabul qilsin. Bugun juma, sayyidul ayyom, hajjul masokin, duolar ijobat bo'ladigan kun. Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga salovatni ko'paytiradigan kun bugun. Hammamizni salovatlarimizni, salomlarimizni qabul qilsin. Endi Mavludi sharif o'qib bersalar degan taklif bo'lyapti. Mavludi sharifdan maqsad, o'qishdan maqsad Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamni yaqindan tanish do'stlar. Shuning uchun mavlud o'qiladi. Shuning uchun mavludnomalar yozilgan, qasidalar yozilgan, kitoblar yozilgan. Maqsad o'zingizni, payg'ambaringizni yaqindan tanish. Avval bizdan oldingi o'tgan ulamoi islom shu kitoblar yozib ketmaganlaridan mumkin aytaylik, o'zlari shu salovat aytib kitob yozmay ketganlarida bunchalik darajada keyingi asr avlodlari, keyingi yashayotgan ummatlar tanimas edik. Sifatlarini yaxshi bilmas edik. Shuning uchun ulamoi islom Alloh taolo o'sha har bir zamonda, har bir asrda o'ziga yarasha mahbub Rasulimiz alayhissalatu vassalamni jonidan ortiq yaxshi ko'radigan ulamolarni she'riyatga aqli yetadigan, nazmga aqli yetadigan bandalarni chiqarib qo'yadi-da, ularga ilohiy ilhom qiladi. Ular qalam tebratishda bizga meros qoladiki, kitob meros qoladi. Biz yoza olmaymiz do'stlar. Bizni qo'limizdan yozish kelmaydi. Shu sabr qilib bir soat eshitish qo'lingizdan kelsa ham katta gap hozir. Soatingizga qarab, telefoningizga qarab cho'zilib ketdimi demasangiz ham katta gap. Yozishni qo'ying u. Endi yozishni deyapmiz, o'qishni qo'ying, o'qa olmaymiz buni. Shuning uchun Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan har bir zamonda, har bir asrda, balkim 1000 yilda bittadir, balkim yarim asrda bittadir, bir solih bir bandasini chiqarib qo'yadi. O'sha banda orqali butun ummatga Xudo rahm qilgan bo'ladi. Mana arablarda mavludi bor. U arablardan Ja'far degan odamni chiqarib qo'ydi Xudo. Barzanji tahallusi bilan tanilgan Ja'far rahmatullohi alayh. Xudo shu kishiga bir ilhom qildiki, arabiy qasida yozdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni onalaridan tortib, otalaridan tortib nasablarini to Hazrati Ibrohim alayhissalomgacha olib boradigan, borib to'xtaydigan nasablarigacha kitob yozdilar. Nechta farzandlari bor, kimga uylanganlar, necha yil payg'ambarlik qilganlar, Makka Mukarramadan qanday tug'ilganlar, Madina Munavvarada qanday yashaganlar,
Xullas hamma holatni shuna kitobga tushirib qo'yiladi. Siz bilan bizga bitta shablon bo'ldi. Uning ichida yozilmagani, u mavludnomaga kirmagani bir zaif rivoyatlar bo'ldi. Eng saralarini terib yozdilar. Voqealar ham eng saralari, bo'lgan voqealarni yozdilar. Olim ekan bu kishi. Xudo shu Barzanjiyni alayhi rohmani o'sha o'zini asrida, o'zini davrida odamlarning ichidan tanlab oldida kitob yozdirib qo'ydi. Kitob yozadigan darajada ilm berdi Xudo bunga. Mana hozirgacha butun arab xalqi, arab jazirasi, Movaroun Nahr, mana shu tomon, Osiyo endi hamma Osiyo davlatlari, Yevropa, jahon miqyosi shu arabiy mavludni qo'llariga olib, ko'zlariga to'tiyo qilib, o'pib, ko'ziga surtib, Rasulimiz alayhi salatu vasallamni yaqindan tanishib kelyapti. Chunki Qur'oni Karimdan ko'pchilik ma'no ola olmaydi-da. Har kimga ham emas, Qur'oni Karimdan Rasulullohni tanishlik har kimga ham qo'lidan kelavermaydi. Bu zotlar shuni olib berdi, ya'ni chaynab og'zimizga solib qo'ydilar. Endi bizni tashvishimiz nima edi? Arabiy mavludni o'qib yurdik xo'p. Asrlar davomida o'qib keldik. Bizni turkiy zabon xalqini boshi egik edi. Ya'ni o'zimizda mavlud yo'q edi. Yuqorida aytgandek, bizni turkiy zabon xalqidan hali bunaqa olim chiqqan yo'q edi. Ya'ni dardimiz bor edi, biz musulmonlarning dardi, o'zimizning tilda ham bir mavlud yozilsa yaxshi bo'lardi degan tashvish bor edi. Arab tilini hozir sizlarga o'qib beraman, hech narsa tushunmaysizlar hozir. Har bitta o'qigan qatorim tarjimaga muhtoj. Abtadiul imla'a bismi zatil aliyya mustadirran fayzol barakati ala ma ana lahu va aula. Buni tarjima qilmasam nima deyotganligini sizlar bilmaysizlar. Hamdu ul zoti g'akim robbi jahon desam tushunasizlar. Butun jahonni Robbisiga hamd aytdi domla hozir deysizlar. Xoliqi ardu samau insujon. Arz, yer, osmon, insu, jinni yaratgan Allohga hamd aytdi domla deb turasizlar, 60%lar. Buni tushunasizlar-da buni. Endi shu tashvish bor edi. O'zimizda bir mavlud nomi yo'q edi. Arablarning mavludini o'qib kelardik. Uzoq emas, o'zimizning Namanganda Jidakapa degan joy bor. Shu yerda 1920-yil, 19-20 asrlarda yashab o'tgan Molla Yo'ldosh Oxun xilvati tahallusi bilan ta'minlangan bitta odamni o'sha yerdan Xudo tanlab oldida, shu kishi turkiy tilida mavlud yozdi. Mavlud noma yozdi. Katta bir kitob bo'ldi. Katta bir kitob bo'ldi. Ana endi Movaroun Nahr, shu Samarqand, Buxoro, O'zbek xalqi, shu turkiy zabon xalqiga qaysi davlatlar kirsa agar, bunda bosh ko'tariladi. Alhamdulillah dedi. Xudoga hamd aytdi. Mana endi o'zimizda ham mavludimiz bor. O'zbekcha mavludimiz paydo bo'ldi. O'sha ulamolarning tashvishi, o'sha ulug'larning duolari, o'zimizga ham shunaqa bir o'zbek tilida yozilingan qasida kerak edi bizga degan duolarning ijobatiga ana shu yerdan Xudo hech kim o'ylamagan edi. Bitta qishloqdan, bir kambag'al oiladan shu odam chiqib qalam tebratishligini hech kim xayoliga ham keltirmagan edi. Kitob yozdilarda shu bir qancha shu she'riyatga tushunadigan, nazmga tushunadigan odamlarga bir kamtarona kitob yozuvdim. Bir o'qib ko'ringlarchi, xatosi bormi yo'qmi? Shuni to'g'rilab beringlar deb bergan ekan kitobni. Mana kamtarligini qarang. Bir xatosi bo'lsa to'g'rilab beringlar, bir ko'rib beringlar shuni xatolarini. Deb shu qasidani, hozir o'qimoqchi bo'lgan qasidamizni shuna qilib berdilar. Ular olimlar ular. Shunaqa ahli fazil odamlar ular. Xudo ko'z yugurtirib o'qib, shashqator ko'zlaridan yosh oqib, bu sizni bir qancha vaqt ko'rinmay qoldi desak, xilvatda
shu kitobni yozgan ekansizda. Ba'zi olimlar shuncha ilmni saqlab xilvatda yuravergan ekansizda deganligi uchun xilvatiy taxallusi qo'yilib qoldi bu kishiga. Xilvatiy degani yolg'iz qolib shunaqa bir ilmiy ish qiladigan odamni xilvatiy deyishar ekan. Uni olimlar qo'ydi buni, xilvatiy taxallusi bilan tanildi bu kishi. Ya'ni shuncha ilm bo'lib yashirib yuraverganingizni qarang xilvatda. Ha buni chiqarmaysizmi buni? Bu kishining kamtarliklariga qoyil qolish kerak, shuni bir xatolarni ko'rib beringlar deb beryaptilar. Unda xato yo'q unda. Unda xato yo'q. Kamtarliklaridan bitta dalolat. Ana endi u kitob tarqab ketdi. Butun Osiyoga tarqadi. Turkiy zabon, turkiy millatga tarqadi bu. Yevropaga ham tarqab ketdi. Jahon miqyosiga tarqab ketdi. Arabiy mavludlarni bundoq qatoriga qo'yganda hech bir nuqsoni yo'q. Ular bilan bas kela oladiki, hech bir nima bo'lmadi, xato bo'lmadi bunda. Mana shuni bilan bizni ulamolar mana shu 20-asrda buyog'ida shu kitob paydo bo'lgan bo'lsa, shuni shu ko'zimizga to'tiyo qilib biz o'qib kelamiz do'stlar. Mana shu mavlud nomi, buni tashqaridagilar ham, ichkaridagilar ham eshitgan odam 60-50% nima haqida gap ketayotganligini bilib turaveradi. Mana shu turkiy zabon xalqini yuzini yorib qilib, boshini osmonga ko'tarib ketgan mavlud deydi biz ustozlar. Shu Xilvati alayhi rohmani shu hozir maqbaralari, qabrlari shu Namanganda Jiyda-kapada. Biroz ichkariga kirganda shu katta bir maqbara qo'ygan. O'sha yoniga bir toshga yozib qo'ygan. Bu kishi kim bo'lganlar, qachon tug'ilgan, qayerda yashaganlar, hammasini tarixi turkiy tilda o'sha joyga yozib qo'yilgan. Biz ustozlar bilan shunaqa muxlis, mavlud nomiga shunaqa ishtiyoqi baland insonlar har yili Robiul avval oyida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavallud topgan oyda u kishining yonlarida biz mavlud o'qiymiz. Shu kitoblarini taqdimoti bo'ladi o'sha yerda. Ba tomon qo'ldan kelgancha, Xudo qodir qilgancha erta bilan bomdoddan keyin boshlanadi. Ba'zida asrda tugaydi. Ba'zida shomda tugaydi. U yerga oshiqlar boradi. Haligi telefonga qarab, hozir boraman, qaytaman deydigan odam bormaydi. Endi ularga joy ham yo'q u yerda. Chunki Xudo o'zi saralab qo'yadi bu yerda. Yo esdan chiqib qoladi yoki bir narsa bo'lib bora olmaydi ega. Bu har kimga emas. Bunga oshiqlik, shuni wird qilib, doim vazifa qilib o'qib yuradigan insonlar o'sha yerda bir ko'p ham bo'lmaydi. Bo'lsa 100 ta, 150 ta bo'ladi xolos. Sizlar ham nasib bo'lsa, Xudo xolasa, o'sha joyga borib, Namanganga yo'lingiz tushib qolgan vaqtda Xilvati bobomizning qabrlari qayerda deb so'rasangiz, shundoq ko'rsatib qo'yishadi. Borib bir ziyorat qilib kelinglar. Robiul avval oyida borib, o'sha yerda shayxlari bor, o'sha qabristonda kattalar, imomlari bor. O'sha kunni bilib bo'lsa ham borib, o'sha mavlud o'qilayotgan vaqtda hech bo'lmaganda devoriga bo'lsa ham suyanib, shuni eshitib o'tiring. Chunki mikrofonlar bo'ladi. Butun xalq eshitadi o'sha mavlud nomani. Demoqchi bo'lganim, hozir shu kitobni ozgina bir taqdimotini qilib qo'ydim. Hozir birgalikda shu zotni kitoblarini Xudo xolasa o'qiymiz. Endi kitobni ko'tarib yurish kerak o'zi. Asli kitoblari katta. Endi hozir telefonlar chiqib ketdi. Uni ixcham qilib telefonlarga tashlab olganmiz. Chunki bu kitob ko'p. Ba'zida endi ustozlarimiz kitob bo'lsa yaxshi bo'ladi deb hamma o'zini navbati kelganda o'qib nima qiladi. Endi ba'zi joylarda biz telefonda kitobi bor. Shuni o'qib xalqqa shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qanday zot ekanliklarini tushuntirib yuribmiz. Shu yerda hamma qaytaradigan joy bor. Eki istarsiz hamma g'amdan najot, aytingiz payg'ambarimga assalot. Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Assalatu vassalamu alayka ya Habiballoh. Assalatu vassalamu alayka ya xayra xalqilloh.
o'sha salovatni hamma qaytarib tursa, Xudo xolasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, hozir qora akam bir Ixlos surasini 3 marta o'qib bersalar, keyin boshlaymiz Xudo xolasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alloh subhanahu va taolo o'qilingan sura muborakalarni go'zal qiroatlari bilan dargohiga qabul qilgan. Aytiladigan salovat va salomlarimizni bevosita to'xtovsiz to'g'ridan to'g'ri Madina munavvaraga Payg'ambarimiz Rasululloh muhtaram sallallohu alayhi va sallamning qabri shariflariga yetkazib turgan. Salomlarimizdan bu zot sharifni boxabar qilib turgan muborak shafoatlardan nasib etsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Eki istersiz hamadan najot, aytingiz payg'ambarimga as-salat. As-salatu was-salamu alayka ya Rasululloh. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballoh. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله حمد ذاتي غكم ربي جهان خالقي أرض سماء إنس جان پادشاه بصفاه بوزير تاجدار بكلاه بسرير اولی ابتدا يقدر عليه آخری انتها يقدر عليه غافر ستار رحمن الرحيم قاهر جبار سبحان العظيم لا يموت لا ينام لا يزال ذو الجلال ذو الكمال ذو الجمال حرنكن أرض سماء استددور ذاتها حمد ثناء استددور ذاتها معلوم إرور حريو قبار آشکار یعنی حالو آشکار هر نکیم yerden çıkar kökten düşer گرم و سرد و زرد و سرخو خوش کتر کامل القدرت لغی آیات دور شاهدی وصفی گواهی ذات دور برچنی کو بدن خلاق درول مؤمن و کافر رزاق درول نعت Nabi sallallohu alayhi va sallam, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sifatlab aytadilar. U zot qanday zot edilar? Ul Muhammad kim Rasulullohdir, sarvari jumla gado u shohdir. Andali bi gulshani lavlaki ul قرب دریاسی ده دری پاک اول مظهری برچه خلایق نوری دور مبدئی جمله حقایق نوری دور محرمی خلوت سرائی طاؤها باریابی بارگاهی کبریا انبیاء سرور محبوب حق
رهبری مرغوب حق شاهباز قدس قربت آشیان بلبلی گلزار باغی لامکان İki alemni çeraği zati dur Zati avsafi Khuda ayati dur Ul ki hak özü sıfatın eylese Ayeti de medhi zatın eylese Kimge haddur enge ki meddahdur Kufli medhi gatili miftahdur Dinidin mensuh oldi belçe din Özü kildi rahmeten lil alemin Bu cihanda mihribani muslimin Bu cihanda mihribani muslimin Ruz mahşerde şefi'ul muznibin Rütbeyi kim hak nasip etmiş ana Görmemiştir hiç kaysi enbiya Ümmetidir bercedin hayrul umem Hâgi'ul ehli arab hâgi acem Rahmeti hak özüge hem âlige Bad nazil cümle-i ashabige Ey ki istersiz heme gamdin necat Aytiniz peygamberimge as-salat As-salatu was-salamu aleyke ya Resulallah As-salatu was-salamu aleyke ya Habiballah As-salatu was-salamu aleyke ya hayra halkillah